Men Nigora, o'zim Fargonadanman. 3 farzandim bor. Turmush o'rtog'im bilan ajrashganimga 5 yil bo'ldi. Hayotning og'irligi, bolalarimga yaxshi kelajak berish istagi meni Rossiyaga, aniqrog'i Sankt-Peterburgga zavodga ishga olib bordi. Dastlabki kunlar og'ir o'tdi. Sovuq, begona shahar, begonalar orasida yolg'izlik. Kun bo'yi konveyerda turganim, oyoqlarimning shishib ketgani, bari sabr qilib chidashga majbur edi. Ishxonada hamma o'z dunyosida edi. Ammo bir kuni u paydo bo'ldi. Uning ismi Roman edi. U yigit rus bo'lishiga qaramay, yuragimda qandaydir iliqlik uyg'otdi. Har safar yonimdan o'tayotganida xushbo'y atir hidini sezardim. Uning nigohlari jiddiy bo'lsa-da, ichida bir yumshoqlik borligini sezib turardim. Kunlarning birida u menga dastxat topshirishda yordam berdi. Shunday oddiygina yordami bilan yuragimda bir nima titrab ketdi. Keyin suhbatlarimiz boshlandi, dastlab ish haqida, keyin hayot, bolalar, orzular haqida. Uning ko'zlarida mehr bor edi. Har gal gaplashganimizda yuragim tez ura boshlardi. Unga tobora bog'lanib borayotganimni his qildim. Bir kuni ish tugagach, u meni shaharning chekkasidagi sokin parkka taklif qildi. Bahor edi. Daraxtlar kurtak yozgan, havoda gul hidlari aralashib yurgan. Biz daraxt tagidagi skameykada o'tirdik. U menga qarab, "Sen menga boshqacha odamsan", dedi. Yana bir oz jim turdik. Yuragim gursillab urar, lekin bir so'z ayta olmasdim. Shu payt u sekin qo'limdan ushladi. Men birinchi marta o'zimni ayol kabi his qildim. Shu sokin kechada uning nigohida va qo'lining iliqligida yo'qolib ketdim. Biz bir-birimizga yaqin bo'la boshladik. U menga mehr ko'rsatdi, qadrlaganimni his qildirdi. Bu orada men ham unga ishonishni o'rgandim. U bolalarim haqida so'radi, suratlarini ko'rdi. Hatto o'sha yerda bolalarim uchun kichik sovg'a olib keldi. Men o'zimga, bu vaqtinchalik, bu chet ellik yigit, biz har xil dunyodamiz, deb aytardim. Ammo yurak baribir unga intilardi. Uni ko'rmasam kunim qorong'u o'tardi. Biz bir-birimizga yaqinlashdik. Har uchrashuvimiz ehtiros va tuyg'ular bilan to'lgan, ammo halol va samimiy edi. Men uni chin dildan sevib qoldim. Bugun hamon zavodda ishlayman. Roman bilan munosabatimiz davom etmoqda. Hayotim o'zgardi, endi men yolg'iz emasman. Endi yuragimda bahor. Har qiyinchilik ortida shirin tuyg'ular yashirin ekan. Boshqalarga ham shuni aytmoqchiman. Ish, xorij, muhojirlik, bular orqasida ham sevgi yashiringan bo'lishi mumkin. Roman bilan munosabatlarimiz go'zal edi. Lekin vaqt o'tgan sayin yuragimda bir bo'shliq paydo bo'la boshladi. U menga mehribon edi, ammo yurak boshqa narsani so'rayotgandi. Bir oz yaqinlik, yurtdan hid, o'z tilimda aytilgan birgina "qandaysan" degan so'zni. O'sha kunlardan birida zavodning boshqa sexiga yangi ishchilar keldi. Ulardan biri Farhod edi. Qora ko'zlari, jiddiy qiyofasi bilan u boshqalardan ajralib turardi. Yigit meni ko'rib darrov tanidi shekilli. "Assalomu alaykum opa, o'zbekmisiz?" deb kulib salom berdi. Shu oddiy so'z yuragimni silkitib yubordi. Keyingi kunlarda Farhod bilan tez-tez gaplashib qoldik. U samarqandlik edi, mendan 5 yosh kichik. Lekin yoshi emas, uning so'zlari, muomalasi yuragimni o'ziga tortdi. U meni tushunardi, o'zbekcha gaplar, shoh hazillar, yurtdan eslatmalar. Men yana kulishni boshladim. Go'yo yuragim yana jonlandi. Roman bu o'zgarishni sezdi. U jim bo'lib qoldi, lekin hech narsa demadi. Men esa har kuni Farhod bilan ko'proq vaqt o'tkazishni istar edim. Kunlar o'tib, bir kuni kechqurun Farhod meni ishxonadan keyin choy ichishga taklif qildi. Sankt-Peterburgning chekkasidagi kichik o'zbek choyxonasi. Yon atrofda doppili odamlar, choy hidi, lavashnon, yuragim yana o'z uyimga qaytgandek his qildi. Farhod menga uzoq tikildi. "Nigora opa, siz juda chiroylisiz. Har kuni sizni ko'rish uchun bu yerga kelaman", dedi. Men lol qoldim. U yigit emas edi endi, u yuragimda bo'sh qolgan joyni to'ldirayotgan nur edi. Shu kundan so'ng yuragim qaror qildi. Men Roman bilan so'nggi bor uchrashdim. Unga rostini aytdim. U tushundi. Og'riqli bo'lsa-da meni qo'yib yubordi. Endi Farhod bilan har kechqurun bir piyola choy ustida yurtdan eslagan voqealar, orzular haqida so'zlashamiz. Uning qo'llari qo'llarimni ilitadi. Men yana o'zimni ayoldek, baxtli ayoldek his qilaman.
Bu chet el, bu og'ir hayot menga sevgi va saboq berdi. Yolg'izlikdan yurak sevgi topdi. Avvaliga Roman menga mehr berdi. Ammo Farhod menga o'zimni qaytardi. Tilimni, yuragimni, ozligimni. Farhod bilan munosabatimiz tobora chuqurlashib borardi. Har kuni u bilan bo'lish, kulish, suhbatlashish menga baxt ulashardi. Men yana ayol sifatida yashayotganimni, orzu qilayotganimni his qilardim. U menga o'z sevgisini aytganida yuragim hapriqib ketdi. Men ham sevaman deb javob berdim. Bir kuni Farhod meni bir do'stining tugilgan kuniga taklif qildi. U do'sti bilan birga zavodda ishlagan, lekin boshqa smenada edi. U juda yaxshi bola, biz birga katta bo'lganmiz, dedi Farhod yuzida odatdagi samimiy tabassum bilan. O'sha kechasi men uni birinchi marta ko'rdim. Sherzod. Qoramtir ko'zlari jimjimador emas, lekin jiddiy nigohi bor edi. Uning ovozi sokin, lekin ta'sirli edi. U menga qarab jilmaydi. Farhod juda omadli, siz kabi ayol bilan. Bu so'zlarda mehr bor edi va bir nimani yashirayotgandek ohang. O'sha kechadan so'ng yuragim galati ura boshladi. Har safar Sherzod bilan tasodifan to'qnashsam, yuragimda titroq paydo bo'lardi. Men bu tuyg'uni inkor qilmoqchi bo'ldim. Axir Farhod meni sevardi. Axir men unga va'da bergandim. Lekin yurak boshqacha aytardi. Bir kuni Farhod kasal bo'lib qoldi. Unga dorilar olib borish uchun Sherzod menga yordam berdi. Yo'lda u jim yurdi. Men esa o'zimni noqulay his qilardim. Ammo u birdan to'xtadi. Nigora opa, siz haqingizda Farhod ko'p gapiradi. Lekin, bilasizmi, men ham har kuni sizni o'ylayman, dedi. Ko'zlarimga qaradi. Nigohi soxta emas edi. Ichimdan bir narsa uzilgandek bo'ldi. O'sha payt yuragim ikki o'rtada qoldi. Bir tarafda meni yurtdan yiroqda qadrlagan, muhabbat bergan Farhod. Ikkinchi tomonda esa yuragimda o'zi bilmagancha joy olgan Sherzod. Men esa birgina savol bilan qiynalayapman. Yurak tanlagan yo'l to'g'rimi? Yoki va'dalarga sodiqlikmi? Farhod bilan bo'lganimda o'zimni himoyalangandek his qilardim, lekin Sherzod. U menga hayajon, ichki titroq va sokin ishonch bergan edi. U bilan birga bo'lish xuddi kuchli shamolda yelkanni ochgandek edi. Biz asta-sekin birga yashay boshladik. Men unga suyandim, u esa meni har kuni mehr bilan bag'riga oldi. Hayotimiz sokin davom etardi. U meni zavodga kuzatib qo'yar, kechqurun issiq choy tayyorlab kutib olar, tunlari esa yuragimni erkalovchi ohangda gapirardi. Ammo bu osuda sukunat ichida men yana yuragimda galati tuyg'ularni sezishni boshladim. Bir kuni Sherzod meni o'zining akasi Jasur bilan tanishtirdi. U Moskvadan kelgan, katta biznesda ishlaydi. Katta, mulohazali, salobatli. Unga qaragan zahoti yuragim o'zini tutolmay qattiq ura boshladi. U birinchi marta menga "Assalomu alaykum opajon" deb kulib salom berganida, bu kulgi yuragimga qadar kirib bordi. Uning harakati, so'zlashuvi, madaniyati, hammasi boshqacha edi. Men o'zimni undan ko'z uzolmasdim. Jasur esa xuddi meni sezgandek doim meni suhbatga tortardi. Sherzod baxtli yigit, sizdek ayol har kimga nasib qilmaydi, derdi u. Men bu so'zlarni eshitib yuzim qizarib ketardi. Yuragim esa sokinlikni unutdi. Kechalari Sherzod yonida yotib ko'zlarimni yumganimda, yuragim boshqa bir odamni, Jasurni eslardi. Bu xiyonatmi yoki yurakning o'zicha yo'l tanlashi? Men bu savollarga javob topolmasdim. Jasur bilan bo'lgan har bir uchrashuv ichimdagi otni avj oldirardi. U menga juda oddiy qarardi, lekin shu nigohda men o'zimni boshqa bir dunyoda his qilardim. U bilan bo'lishni xohlar, lekin o'zimni tortardim. Axir Sherzod menga ishonib yuragini ochib berdi. Axir biz birga yashayapmiz. Ammo yurak boshqa gapirardi. Jasur bilan birga yashayotganimga bir necha oy bo'ldi. U menga hashamatli hayot, shinam uy, erkinlik va hurmat berdi. Men unga ayol sifatida ko'rkam hayotda yashashim uchun bor imkoniyatni berganini bilardim. Ammo bu hashamat ichida yuragim bot-bot tinmay, bir narsani sog'inayotgandek tuyulardi. Uying ichida yolg'iz qolganda yurakdagi boshliqni boylik to'ldira olmasligini anglay boshladim. Ko'p vaqtimni o'zimcha o'tkazardim. Jasur band edi, u tez-tez safarlarga chiqardi. Men esa yana zavodga qaytib, bir necha kunlik ishlarga chiqa boshladim.
O'sha yerda tanishdim Ubaydulla bilan, zavod qorovuli, samarqandlik o'zbek yigit. U erta tongda barcha ishchilarni eshikda kutib olardi. Doimo salom berardi, yuzida tabassum bilan "Assalomu alaykum opa, bugun charchamang" deb aytardi. Juda oddiy edi, ammo mehrli. Men unga boshida e'tibor bermadim. Ammo vaqt o'tgan sari uning mehribonligi, odamgarchiligi, halolligi yuragimda iz qoldira boshladi. Bir kuni kechqurun men adashib zavodda qoldim. Ubaydulla eshiklarni yopayotgan edi. "Sizni kutmagan edim opa. Sovuq bo'lyapti, bu yoqqa o'ting" deb qorovulxonaga taklif qildi. Ichkarida kichik pechka choydan hid kelyapti. U menga bir piyola choy uzatdi. Hayotimda katta odamlar bilan ishladim, lekin shuncha yildan beri bir ayolning ko'zlari bunchalik sokin bo'lishini birinchi marta ko'ryapman, dedi u. Yuragim gursillab ketdi. Uning so'zlari boylik emas, samimiyat edi. Shirinlik emas, lekin halollik edi. Shu tun yuragim ozga bir ovozni eshita boshladi. Ubaydullaning har bir harakati yuragimga xotirjamlik, tinchlik olib kirardi. Jasur bilan hashamatli hayotda yashar ekanman, Ubaydulla menga soddalikda baxt borligini eslatardi. Yuragim yana ikki o'rtada edi. Biri jamiyat ko'zida muvaffaqiyatli ayol bo'lish yo'li, ikkinchisi yurak xohlagan oddiy, lekin chin inson bilan bo'lish yo'li. Jasur hayotimdan chiqib ketdi. Men yolg'iz qoldim. Ubaydulla bilan bo'lgan munosabatim ham yuragimda iz qoldirdi, lekin baribir yuragim tinchlik topmasdi. Men go'yo o'z baxtimni har xil odamlar orqali izlayotgandek edim. Zavodda har bir erkak menga yangi tajriba, yangi orzu, yangi qiyos edi. Kimdir menga mehr ko'rsatdi, kimdir shunchaki suhbatdosh bo'ldi, kimdir esa meni tushundi. Men esa har bir munosabatda o'zimni topishga urindim. Ko'p vaqt o'tmay odamlar menga turlicha qaray boshlashdi. Kimdir orzu bilan, kimdir gumon bilan. Men esa bu qarashlarga qarshi ko'zlarimni yummadim. Chunki men endi bilardim, ayol bo'lish bu faqat erkakka tegishli bo'lish emas, bu yurakni tushunadigan kishini topishdir. Men har bir odamdan nimadir o'rgandim. Iskandar menga sabrni o'rgatdi. Davron ishonchni. Rustam hayotni kulgu bilan qarshi olishni. Baxtiyor yolg'izlikni qanday yengishni. Lekin baribir hech biri menga to'liq baxt bera olmadi. Chunki baxt boshqada edi, ozligimni tan olishdi. Endi men hech kimga bog'lanmay, o'z orzularimga qarab yo'l oldim. Zavodni ham, sevganlarni ham orqamda qoldirib, o'zim bilan yashashni tanladim. Men zavodda endi ishlamasdim, lekin vaqti bilan tashrif buyurardim. Har bir burchakda xotira, har bir yo'lda kimningdir izlari bor edi. Ishchilarning ayrimlari menga salom bersa, boshqalari pichirlab ortimdan kulardi. Bir kuni zavod boshlig'i meni chaqirdi. Uning nigohi sovuq, yuzida qahr bilan. "Sen bu yerda bo'lishga loyiq emassan", dedi. "Nega?" dedim hayratda. "Bu yerda har kim seni bir gap bilan eslaydi. Kimdir sevgan, kimdir yig'lagan. Odamlar seni fohisha deb atayapti." Bu so'z yuragimni yirtib tashladi. O'zimcha sevganim, ishonch berganim hammasi endi menga qarshi oq bo'lib qaytgan edi. Men sevishni, mehr berishni ayollik deb bildim. Ular esa meni nom bilan oldirishdi. Men jim qoldim. Faqat ichimda birgina gap yangradi. Ayol sevgani uchun emas, jamiyat tushunmagani uchun jazolanadi. Zavodni tark etdim, ammo ko'zlarim yoshda emas edi. Bu ko'z yosh emas, kuch edi. Men endi yuragimni boshqalarga taslim etmasdim. Men endi o'z ismimni tiklamoqchiman. Fohisha deb atagan dunyoga ayol bo'lib javob qaytaraman.